Assalomu alaykum YouTube obunachilari hamda chorva ishqibozlari, yosh nasldor toychoq ishqibozlari. Bugun toychoqlar dahshatlardan olib kelganmiz. 3 dona udoridan. Qirg'iziston toylari bular. Hammasi bir-biridan zo'r. Dahshatlardan olib kelib qo'yganmiz. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani O'rta Shahrixon mahallasidan bo'ladi. Bunaqa toyda o'zim ham hali ko'rmaganman, o'zimizga hali ham kelmagan bunaqa toy. Bittadan laykni bosib qo'yasizlar mana shu toy uchun. Mashalloh, toyda chiroyliligini qaranglar. Jahongir aka qayerdan topib kelyapsiz bu toylarni? Assalomu obunachilar, yaxshimi? Deysiz? Rahmat. 5 qashqa udoridan. Xudo xolasa obunachilaringizga. Bunaqasini ko'rmaganmiz. Bor bunaqasi ham. Yosh toy, bunaqa toyda o'zim haligacha ko'rmadim. Bunaqa chiroyli. Endi har qancha maqtasangiz ham arzigulik ekan. Mana. Puli ham hali o'zi buni sifati kuchli ekan, 5 qashqa ekan, toza ekan, qirg'iz toy ekan deb baland narx qo'ymaymiz. Chiroyli narxlarda qo'yib beramiz. Bitta maqa tortingdagi oyoq qo'llarini ko'rsataylik bularda. Chu, buni qaranglar. O'ynab yuradi, o'ynab jonivor. Bo'ylari 1.30 sm chiqdi-ya. 1.30 sm. 1.30 ga olishgan. Yosh oyligi 9 oylik. Hamma yo'g'iga garantiya. Bunaqasi hadib ham kelavermaydi. Kimga qiziq bo'lsa, ekranga nomerlar qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqarasizlar. Narxiga keladigan bo'lsa, buni narxi 14 million 500 ming so'm. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Vohalarga ham kelishilgan holatda chiqaraveramiz. Bunaqa toylar hadib ham kelavermaydi. Biz ham o'zimiz ishqibozchilikka oldik. Biz ot purishmasmiz. Biz faqat yosh xunajim, bo'g'oz sigir bilan shug'ullanamiz. Bir dona uchrab qolgan uchun zo'ridan 5 qashqasidan sizlarga ilindi obunachilarga farzandlar yo borib bersanglar, shunaqa rahmat aytadi, shunaqa maza qilib minadi buni. Yuvosh, eng qizig'i, yosh bolalaringlar ham yetalab yuraveradi. Buni qaranglar jonivorni. Yo, menga ular jicha kattaroq qiladi, yoshroqdan kerak deysizlar, mana yana ham yoshroqdan olib kelib qo'yganmiz, tozasidan. Uchosi ham qirg'iz toy, orqalariga ahamiyat berasizlar. Oyoq qo'llari uzun, o'zi ham uzun narsa, gazi bor narsa. Toychoqlarga qaranglar. Oyog'idan maza qiladi. Narginimiz 9 oylik bo'lsa 5 qashqamiz. Bular 6 oylikdan. 120 ga olishursin bo'yi. 120 dan chiqadi bo'ylari. 120 dan chiqadi. Toychoqlarni bunday o'zingizlar kelib ko'rsanglar ham bo'laveradi, vodiydan bo'lsanglar. Sifatiga pul beraverasizlar. Xudo xohlasa, haligi Qashqadaryodan olib kelib, Surxondaryodan olib kelib sotmayapmiz. Yoqda ham yaxshi toylar bo'lar, Qozoqdan olib kelib sotmayapmiz. Qirg'izistondan o'tgan bitta akamiz olib o'tgan. Xudo xohlasa o'zimiz oldik vakana. O'zimiz borib olib kelib nima qilganimiz yo'q. O'zimiz ot purishmasmiz. Yana aytyapmiz, biz toychoq purishmasmiz, lekin toychoqni ko'rgan odam bittadan maza qiladi. Bunaqalari hadib ham kelavermaydi. Narxlari ham bomba. Ustimga bezayib puliga ketaveradi. Bir joyga olsa jupiga 21 million. 10 million 500 mingdan yakkaga ham. Bu yoqqa aksiyaga ketdi mana. Skitga bo'lib ketdi mana. Bezayib puliga toychoq. Tortinglar yoqqa Jahongir aka. Buni pulga bo'ziga ham kelmayapti, telefon qo'ysan bilyapsiz. To'g'ri aka. Farzandlariga olib borib bersa aka maza qilib baqishadi-da, olgan maza qiladi bularda. Hali kichkina toychoq bo'lib shunday qatib qolmaydi-da, xudo xolasa 150, 155, 160 bo'lib o'sadi. Bunaqalari hadib ham kelavermaydi. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Bittadan laykni bosib do'stlaringizga ulashasizlar. Aloqaga chiqarasizlar ekrandagi nomerlarga. Kimga qiziq bo'lsa, alohida videolarni ham tashlab beraveramiz. Toychoqni qaranglar turishini.